Xudoga tenglashtirganlar. Men seni bir sekundda yo'q qo'yib yuboraman. Umring meni qo'limda. Hayotingga nuqta qo'yishim mumkin. Sen meni kimligimni bilasanmi? Kimligimni bilmabsan hali. Men seni andaq qilib yuboraman, mandaq qilib yuboraman deydiganlar bor-ku. Mensiz sen hech kim emassan. Seni men shunday qilib qo'yganman. Voy birodar, sen kimsan? Masalan, yoshing 40 ta bo'lsa, 40 yil avval sen yo'q eding. Sen yo'q eding. Yana qanchadirdan keyin o'lasan. Boshlanishing jirkanadigan narsa edi. Yana o'lsang, hiding chiqmasin deb 2 metr pastga olib kirib, ko'mib ustingdan tuproq bilan tepib tashlaydigan, chirib yo'q bo'lib ketadigan narsasan. Senda bor kuch-qudratni ham Xudo berdi, senda bor narsalarni ham Xudo berdi, ilmni ham Xudo berdi, hamma narsani senda paydo qildi Xudo. O'zingni Xudoga teng qilma. Mana shu gapni men shularga aytgan bo'lardim. Bittasiga aytganman ham. Teng qilma o'zingni. Mening boyligim, senda qanaqa boylik? Sen o'lsang, qo'llaringda qoladi. Xotining yana erga tegsa haqqi, xotiningda ikkinchi eriga o'tadi. Seniki emas. Seniki bo'lsa qo'shib olib ketar eding o'zing bilan. Hayot ham shunaqa, o'lsang sendan keyingilar kelib yashaydi.